Do'stlar, ot fermasiga keldik, ot biznesi bilan shug'ullanadigan ranchoga keldik. Bugungi reportajimiz shu joydan bo'ladi. So this is Spiderwick, and he gets to just lately we just let him kind of do his own thing. King of the barn right now, yeah. Bu ot. Okay, bye sweetheart. Nice meeting you. Men bu ot bemalol yurar ekan, hech qanaqa bog'lanmas ekan. Bu joyi qanaqadir ma'noda boshlig'i ekan. Hech kim bog'lamasdan xohlagan ishini qilib yuradigan ot ekan. Mana bu yerda biz hozir o'sha bir forma to'ldiramiz. What do you want me to do, Lisa? Okay, let me come on. Show you. Ularga men shu yordamlashishga keldim. Qarashishga. Mana bu yerda Mr. Larry bor ekan, u kishi pakana bo'yli. Ozgina yelkalarida og'riq bor ekan, shunga og'irroq yuklarni ko'tarish kerak bo'lsa, u kishiga yordam kerak ekan. Asosan bu joy. So, Larry is going to scoop up the food. Okay. So if you want to just take the buckets off of there as he does them, Okay. so that he doesn't have to lift them Absolutely. off. So every time so go on over there, and every time he says okay, just take the bucket off and stack it where he tells you. Because all the horses are food, and we have to give them the supplements and things. Yes. They all have, and Mascaro and Goldie have a lot. Don't forget Goldie's new pet. They've already been said. Oh, They already got their feet in got the theirs. thing. Okay. This one? Yeah, this one sit out there. It's alfalfa pellets. Yeah. It's kind of like hay, it's just in a pellet form. Okay. Bu demak otga beriladigan o'sha ozuqa ekan, o'ziga suvga to'ldirilar ekan. Bu joy asosan o'sha ot biznesi bilan shug'ullanadigan joy, otlarni yetishtirib, arabcha va misrcha otlar bor ekan bu joyda. O'sha otlarni yetishtirib, undan keyin bularda o'sha poligonlari bor. Odamlar kelib otlarga o'tirib, otlarda sayohat qilishi mumkin. Endi bu kishiga meni hozir qiladigan vazifam, bu kishi yem bilan to'ldiradi paqirlarni, ko'tara olmagani sababli men olib turaman bularni. Just sit down there. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 ta demak kelashchaga 14 ta ot uchun yem olinar ekan hozir. Shuni hammasiga yordamlashaman. O'lchab berilar ekan har birini. Ishni boshlashdan oldin men bitta formaga qo'l qo'yishim kerak. Okay, so I need you to fill out the top line Okay. and sign here saying Bu formadan maqsad, I think this form is a waiver that I'm responsible for myself. yes. Okay. Yes. Demak bu joyda otlarning demak bir har xil kayfiyati bo'lishi mumkinligi, har xil hodisa bo'lishi mumkinligini inobatga olib, o'sha o'zimga men o'zim javobgarman, o'zim xohishim bilan keldim degan formani nima qilib qo'ydim. How old is he? Spiderwick, oh my gosh, how old are you? I don't know, he's a teenager. Like 1.5 or No, I mean as in like 12, 13, somewhere like that. okay. 12 yosh katta ekan bu. Hozir otlarni olib kelamiz. Yes, Give the so he's going to help you bring in ones that eat in the barn. The boarded Okay. horses do. Okay. The other ones eat outside. Okay. Olib kelib hozirgi chelakka solingan yemlarni berish uchun. 40. Okay. 40 ta I lose count. ot bor ekan. They come and they go. And Otlar keladi, we ketadi. usually keep between 30 and 40 horses. 30 and 40. Odatda o'sha 30 ta 40 ta atrofida otlar bu yerda saqlanar ekan, boqilar ekan. 3 right here are pregnant. Mana bu 3 ta ot bo'g'oz ekan, homilador. About to drop babies in the next couple weeks. Yana orada bir 2 haftalik ichida tug'adigan otlar ekan bular. But all of the ones that Lisa owns are pretty much Arabian. How long have you been working here? 5 years. 5 years. Mr. Larry 5 yildan beri shu joyda ishlar ekan. So you are the main caretaker. Oh yeah. Asosiy otlarga qarovchi odam. Okay. Kirishni shart emas dedi. Let me see that. Qo'limda arqon bor, otlarni bog'lab olib ketish uchun. Lekin men bittasini yetalab ketaman. Bular bilan bog'lanish qanaqa bo'ldi? O'tgan safargi videoda men ko'rsatdim. Mana shu joyda fermer bor ekan, ot fermasi bor ekan,
balki qachondir kelarmiz dedim. Keyin undan keyin o'sha nomeri bor, tashqarisida yo'l bo'yida, shunga telefon qildim. Shunaqa deb tushuntirsam, nima qilmoqchisiz deb Liza so'radi. Shunchaki desam, "Bo'pti, keling ertaga soat 7 da. Whichever you want me to." Okay, you can take him. Bu ot, orqadagi ot qariroq ekan. Bunisi yoshrog'i menimcha. Shunaqa qilib bu yerda 30 ta yoki 40 ta atrofida ot bor ekan. Qaysi kunlari endi odamlar ot minishga kelishadi, unisini bilmadim. Hozir so'raymiz, sekin-sekin so'rab. Ot mana shunaqa qulog'ini chimirsa hujum qilmoqchi bo'ladi, lekin bu ot menimcha hujum qilmoqchi emasga o'xshayapti menga. Bring his head back. 4 more to bring in. Yani 4 tane olib kelishimiz kerak ekan. Mr. Larry'ni otlar ko'rib o'zi kelishni boshlashar ekan. Ovqatlanadigan, yem yeydigan vaqti kelganini bilib. Ana, hozir kutib turishibdi. Hammalari chaqirishyapti. Ana, hattoki eshigini ko'tarishga harakat qilyapti ot. Boshlarni kutib. This one right here was she's about to die. She was about to die. Now she's fat and healthy. She is fat and healthy, yeah. She's beautiful as well. Bu otni olishganda juda ham oriq, juda ham kasalmand bo'lgan ekan. Endi mana o'z holatiga qaytib, chiroyli bo'lib, kuchga to'lib qopti. Mana bu itni bir oyog'i yo'q ekan. Mana men bu otlar erkak otlar ekan, u tomondagi ham kelyapgan. Bular asosan o'sha zotdor arab otlari ekan. Chiroyli otlar, otni tushunadiganlar yozib olinglarchi. Urug'lantirish uchun boshqa otlarni, biya otlarni qochirish uchun saqlanadigan zotdor otlar ekan. Kelishini qarang, chiroylikkina. This is my favorite style, you know. This one is yes. Right. Okay. Bu yuvoshgina ekan. O'zing olib ketaverasan dedi. Go. You just want to wait right there for me? Wait. Men ham otlarni tushunaman uncha-muncha. Baquvvatgina ekan. Bularni yaxshi boqishadi. Endi bularning narxlarini, qancha orada sotiladi, nima ishlarni qilinadi, hammasini sekin video davomida bilib olamiz. It's goat food. Feed the goats. Echkilarga ham ovqat beramiz. All of our chickens. Bu yerda barcha tovuqlar mana shu joyda joylashgan. Hozir endi echkilarga ovqat beramiz. 20 ta atrofida echkilar. Well, we keep selling them and then they keep having more. Okay, babies, okay. so, I've lost count. Like, we sold 7 the other day and then turned around and had 7 babies. So. Sotib, yangilab yana olib kelib turishaverar ekan. Ona bolalar bilan birga ekan bu yerda. Mana bolachasi menga qiziqyapti, qani? Ha? Bunisi ham. Ichkarida ham bor ekan 3 ta onasi va
7 ta bolachasi bilan. This one was bottle fed, so he likes PP. Bu demak o'sha onasi yo'qligi uchun shishadan berilgan ekanda, boqilgan ekan. Shuning uchun odamlarga kelar ekan. Menga shunga yugurib kelgan ekan bu. No, Mama just had problems having him, and she wasn't making a lot of milk. Onasi bor ekan, ha. Onasi bor ekan, kichkina onasi yurib ketayotgan. Onasi ekan, endi sut yaxshi emas ekan. Shuning uchun shishada boqilgan ekan. She had 3 of them, but 2 of them died. 3 ta tuqqan va ikkitasi o'lib qolgan ekan. Bittasi faqat shunisi shishada boqib ular asrab qolishgan ekan. Mana bu yerda tovuqlar, bu yerda ham xo'rozlar bor ekan. There's a couple more roosters, a couple hens. Most of our chickens are on the Tuxum uchun boqilar ekan. Qani qochib turchi? Go ahead and grab that. That one goes to this horse right here. Suv to'ldirib qo'yilar ekan o'sha shlanglar orqali. Suvlarni tekshirib qo'yapti Mr. Larry. Mana har bir otlar shunaqa qismlarga ajratib qo'yilgan, to'sib qo'yilgan, lekin agar o'sha eshikni doim yopib yurishga harakat qilamiz, deyapti Mr. Larry. Endi ochilib qoladigan bo'lsa, otlar chiqib ketishi mumkin, lekin umuman bu maydon, mana shu ferma, u tashqarida ham darvozasi bor, ochiq maydon emas. Bulardagi otlarni ko'pincha o'sha auksionda, ya'ni bozorda sotilmas ekan, onlayn sotar ekan Liza, bu joyi egasi. Thank you sir. Lekin bozordan, auksiondan olib turilar ekan. Chunki bu zotdor otlar, o'sha arab otlari, shunchaki ishchi otlar bo'lmagani uchun asosan bular auksionda echkilarni sotishar ekan. This is a pretty neat little trailer. You should let it open. Usually lands underneath it. Thank you. Bu bizdagi nimaga o'xshaydi bu? Ha, o'sha pichanda endi. Pichan hidi ham xuddi pichanning hidiga o'xshaydi. Bir hafta atrofiga yetar ekan bu. Mana bu otlarni homilador deb aytdik. 3 ta homilador ot. Boys or girls? Don't know yet. Hali bilishmas ekan endi. Toychoqlar o'g'il bola bo'ladimi, qiz bola bo'ladimi hali. Endi men o'zimcha o'yladimki, skrin qilib ko'rganmi bular? Yo'q. Kesa bilamiz deyishyapti. Bu otlar demak faqatgina yerdan yerkan. Ba'zida yem berishar ekan, lekin bular asosan tashqarida yurar ekan. Mana bu tashqarida yuradigan. We're gonna go over here to the silk. Mana bularga o'xshagan juda zotdor emas shekilli. O'sha otlarga yem berishga ketyapmiz. Bu otlarni aralashgan ot ekan, har xil turdagi zotlari bor ekan. Bir kunda 2 marta mana shunaqa yem berilar ekan bularga. Boshqa payt men bu otlar xohlagan joyda o'sha o'tlab yuraverar ekan mana maydonda, yaylovda. Yaylov otlari deyishar ekan buni. Mana bu o'sha ot, haligi boyiga ko'rgan otimiz. Men bu ombor ichida bemalol xohlagan ishini qilib yuradigan erkatoy ot. Bu ham arabcha ot ekan. Zotdor ot ekan. Bu odamni ham ishonchi qiyin ekan. This big white one out here Okay. and that big black one. Mana bu ikkita ot zotdor ekan, asosan shularni oziqlantirilar ekan bu yerda. Qolgan otlarga uncha e'tibor berilmas ekan. Demak, shularni o'zi bilishar ekan, kirib kelishyapti. Ana haqiqat ayon bo'ldi. Demak, bu yerda ham o'sha tanlab oziqlantirilar ekan. Bechora narigi otlar qarab turishibdi. Ular endi har xil turdagi bular sal zotliroq otlar ekanda. Mana sizga o'sha ot biznesi. Bular bu yerdagilar otga qarab, shu otlarni o'stirib, katta qilib, keyin har xil odamlar keladi bu yerga. Katta qilib sotishadi onlayn auksionlarda. Va shu bilan birgalikda shu otni aylantirilar ekanda. Keyin odamlar bu yerga shu sayohat qilib, otda dam olish uchun kelishadi. Shularga ham, shu ham bir biznesni bir qismi. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda men bu echkilarni ham ko'rishga, echkilar bilan o'ynashga kelar ekan odamlar.
uloqchalar bilan, echkilarni o'zi bilan o'ynab, hordiq chiqarish uchun kelishar ekan. Ularni ham endi sekin so'rab bilib olamiz. Ya'ni qanaqangi tomonlarini ko'rish mumkin bu yerda. Asosiy bizni qiziqtiradigan tomoni mana bu ot nima uchun kelyapti menga, shuni bilishimiz kerak. Get right back. Mana bu oq otam demak homilador ekan. Yeah, he's one of the better horses here, so he gets. Bu erkatoy ot ekanda bemalol xohlagan paytda yurar ekan, xohlagan joyga borar ekan. If he. Mana bu aravachalar. Pichan toshish uchun arava ekan bu. Mana bu ko'z uloqchalar. 2 mamas and 5 babies in here, in this one. Ikkita onasi va 5 ta bolachasi bor. They are mana bu ikkita qorasi, demak mana bu qoraniki ekan. Mana bu tomon endi buniki ekan. Ozgina katta bo'lgandan keyin bularni o'sha asosiy echkilarning orasiga qo'shib yuborlar ekan. Hozircha kichkina bo'lgani uchun boshqa kattaroq echkilardan saqlash uchun asrab turilar ekan bu tomonda. Alohida bolaxona ekanda bu joy. This is a baby room. Bu tomonda ham bolachalar bor ekan. Yeah. There's only 2 in this one. Ikkita. Endi mana shu otlarni hozir joyiga qaytarish kerak. Kelib oziqlantirildi bu yerda. Endi qaytaramiz. Men bu otni men olib keldim, mana shuni men olib keldim, ha. Bu otlarning narxlari qiziqtirayotgan bo'lsa, mana shu videomiz davomida ularni aniqlashga harakat qilamiz. Juda ham sekin yuryapti bu ot. Oxirgi kunlarda yashayotgan ekan. Juda ham qarigan ot ekan. Mana bu Spider bilan mana bu ichkaridagi ot bir-biriga juda ham o'xshash, ustidagi nuqta-nuqtalari. Bitta onadan tug'ilgan ekan. 4 sisters and him. 4 sisters. Demak, 3 ta buni nimasi bor ekan, singlisi bor ekan va bu Spider bor ekanda. Shunga hammasi o'xshash ekan bir-biriga. And I go and have my little break and I come back out about 3 o'clock in the afternoon. Bu Larry demak soat 11 gacha ishlar ekan. Keyin boshqa joyga borib, kechki payt yana kelib ketar ekan. Keyin 3-4 larda yana qaytib kelib, yana otlarga shu yem berar ekan. Men bunda yashar ekan Larry. Ketaman deganiga endi men boshqa joyga ketsa kerak deb o'ylagandim, lekin yo'q, uni ichida yashar ekan. Hozir ko'ramiz buni ichini ham. Yes, I have a man that has he grows hay. Bitta o'sha odam bor ekan, doimiy pichan yetishtiradigan, uni ko'pgina plantatsiyalari bor ekan. Lizani plantatsiyasi degan bitta alohida plantatsiyasi bor ekan. O'sha joydan faqat liza uchun, bu yer uchun pichanlarni olib kelar ekan. Vaqti bilan ular shu yerdan zakaz qilib turishar ekan. He'll bale it for me, and then he'll stack it at his place because I don't have room to put 300 bales. Okay. Because they are, 1,350 pounds each. U odam demak o'sha joyida saqlab qo'yar ekan, uni pichanlarni shunaqa dumaloq shaklga keltirib, o'zini joyida saqlab qo'yar ekan. Qachon kerak bo'lsa bularga olib kelib berar ekan. Chunki bularda endi 300 ta 400 ta saqlab qo'yish uchun joy yo'q ekan. Uni og'irligi 600-700 atrofida bo'lar ekanda. And so every time I call, he brings me He over brings, okay. 2 or 4 or 5, depending. So he will be bringing today. Well, that depends on the time of year and also, how many bales we got off. Demak, sezonga qaralar ekan, mavsum qanaqa kelganligiga, umuman shunga qarab narxi belgilanar ekan. O'rtacha 60, 75, ba'zi bir holatlarda $120 gacha bo'lar ekan o'sha bir donasi. Endi o'sha har xil tomonlarga qaragan nisbatda o'rtacha o'sha $60 atrofida, 75 you said, right? 75 atrofida o'sha to'g'ri kelar ekan har bir donasi uchun. Well, we have several places that happens. We use the large arena for some things. We have the small arena we use for other things or for smaller children. Says I need to be able to chase them and I can't run after them Mana that bu fast in the maydonchalarda o'sha sand. otni mana minish maktabi bor ekan. I have a smaller arena that's round, a round pen out there. Bu tomonlardagilar o'sha maydonlar ekan hammasi. And then we have
since 1985. So we moved here in 1985 yildan beri ot sohasidaman. Shunday qilib, biz bu yerga 1999 yilda ko'chib o'tdik. Biz deyarli 27 yildan beri shu joydamiz. Aytmoqchimanki, men 40 yillik faoliyatim davomida juda ko'plab ot bizneslarini kelib ketganini ko'rganman. Dunyo yanada ko'proq shaharlashgani sari qishloq xo'jaligi va fermer xo'jaligi hayoti va afsuski otlar tashqariga surilib chiqib qolmoqda. Men butun mamlakat bo'ylab ot biznesiga ega bo'lgan ayollarning jamoaviy guruhiga mansubman. Bizning Gavayida 2 ta ayol va Virjiniyada, Pensilvaniya, Texasda bir nechta ayol bor. Shunday qilib, biz butun mamlakat bo'ylab ishlaymiz va biz 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan avlodni payqadik. Ularning aksariyati o'z ekraniga juda ko'p bog'lanib qolishgan. Bu ularning telefonida, noutbukda yoki iPadda yoki boshqa narsada bo'ladimi? Butun hayoti ekranda bo'layotgandek. Ulardan jismoniy kuch talab qiladigan biror narsa qilish so'ralganda, ular darrov bahona qilishadi va bu juda nosog'lom. Biz aholi sifatida shu tomonga qarab ketyapmiz. Hech bo'lmaganda bu yerda AQShda Absolutely. juda ko'p ota-onalar ekran vaqtini enaga sifatida ishlatishadi. Bu otni ismi Kleopatra ekan, ayol qiz bola ot ekan. Yelkasini shikastlab olibdi. Yaylovda yugurib yurganda yiqilib tushganmi endi Friday, right? On Friday. Juma kuni doktorga borar ekan, veterinarga borib yana uchrashuv bo'lar ekan. So ours are usually priced somewhere Shunday qilib, bizning otlar odatda 5 dan 18 ming dollargacha baholanadi. Agar men sotmoqchi bo'lgan chaqaloq bo'lsa va men u bilan ishlashni boshlashimdan oldin ular sotib olishsa, 5 ming dollar bo'ladi. and they buy it before I have to start working with it. So if they buy it before it's a year old, we'll sell it for like $5,000. $5,000. Okay. Just Tuxumlardan ko'ramiz, har xil rangda tuxum qo'yar ekan bular. Bu yerga tuxum qo'yar ekan bular mana. so these ones are the Ma'am, blue okay. eggs. Blue eggs. See, they have a little. It's hard to tell against here. It looks a little green, but when you hold them up, something else. And then you just there's a brown egg. And then we're gonna go over here. Buni tuxum qo'yish uchun qilingan ekan bular. You guys want to come out? Come on. Nope, nothing in there. All the eggs are over here. So, just wipe that off. Okay. So you always want to put the point that the small point Small down. point down. Uch tomonini pastga qaratib qo'yilishi kerak ekan. Okay, here we go. The hens will go back in here and lay some more. So I have a Hozir lot of sotiladigan roosters for sale right xo'rozlarim now. ko'p. Yeah, Ha, all of these are bularning large barchasi red cones. boshida qizil toshlari borlari xo'rozlar va bularning hammasi sotiladi. Keyin esa kichikroqlari, oltin qoralari sotiladi. Men ularni onlayn do'kon yoki internet yoki Facebookga joylashtiraman va menda sotiladigan xo'rozlar bor deyman va keyin kerakli odamlar kelib olib ketishadi, chunki ular mazali. Ta'minotimizga qarab xo'roz sotamiz. Go'sht uchun yetishtirilgan xo'rozlar hajmiga qarab baholanadi. Kichiklari 5 dollarga sotiladi, kattalari esa 10 dollar yoki shunga mos ravishda sotiladi. Agar biz nasibchilik xo'rozlarini sotadigan bo'lsak, ularning har biri 25 dollardan ular kuchli jo'jalar chiqaradigan va sog'lom mahsuldor suruvlarga hissa qo'shadigan yuqori sifatli qushlardir. We sell for 25. Okay. Find space in the refrigerator for all those. Watch. Sit. Sit. Sit down. Sit down. Stay. Nope. Stay. 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 The color there. Okay, and the dog is going to eat it as fast as. This one is pretty cool. This is a trailer. We're actually
actually kind of Biz in the hozir process uni of qayta qurish jarayonidamiz. Bu qism Okay. otlar ketadigan joy, yashash xonasiga ochiladigan eshikni qo'shmoqdamiz. Shunda men rampalarni tortib olib, vagonni ichkariga olib kirishim so you mumkin. can slide into the Vagon living bu room. yerga chiqib kelishi mumkin. Men uni ichkariga qo'ya olaman. Biz bu hududni juda ko'p o'zgartira So that I olmaymiz. can Lekin biz drive 4 when I fut open this, I kenglikdagi can put bo'sh the joy ramps and I can qoldiramiz. drive my Shuning carriage. uchun arava Okay. So their osongina wagon kirishi can come mumkin. in here. U ichkariga kirgandan so'ng biz eshikni yopamiz, otlarni yuklaymiz va biz boradigan joyga boramiz. Biz kelganimizda biz eshikni ochamiz, vagonni olib chiqamiz va keyin yana yashash joyini o'rnatamiz. Biz allaqachon yangi taxta Okay. qo'ydik va oq Okay. devorlarni o'rnatamiz. Ilgari u juda qorong'i edi. Shuning uchun bo'sh joy yanada yorqinroq va ochiqroq bo'ladi. You sleep Biz here, lager qilganimizda when you're kimdir camping. bu yerda Right, uxlashi and, mumkin. And Bizda then saqlash we have uchun shkaflar couch bilan and birga table divan and we va have stol ham cabinets bo'ladi. and Televizor shu sink yerda and ishlaydi. we Bu have, chiroqlarni we quvvatlaydigan have bir xil batareyadan ishlaydigan 12 voltli kichik televizor. Barcha chiroqlar It's led 12 bo'lib, volt ular television, so it shiftga runs off qayta the o'rnatiladi. battery that runs the Biz lights. These are all shuningdek LED lights konditsioner Okay. Now we'll go back o'rnatishni up on the rejalashtirmoqdamiz. Shunda biz And we shunchaki have an air qo'pollik conditioner qilish we've o'rniga installed. qulay sharoitda So joylashamiz. actually Bu fancy aslida camping. juda chiroyli bo'ladi. Then just Bu second it butun up with sozlash the- juda This is- zo'r va this biz is- qanday qilib very birlashayotganidan cool. xursandmiz. 4-horse trailers. I have 4-horse trailers. That one is considered a 3-horse. Did quite a bit of rain on Saturday, but it just has a tiny right now crammed full. Okay. But they see up here. There's another loft that they can sleep on, Ah, and then this tall thing is a water tank for horses when we go places. So this one has Wow. 5 Yes. horses. 5 ta ot sig'ar ekan bunga o'rtoqlar. And then you close the divider, Bo'lib qo'yar ekan otni kirgizgandan keyin. and Okay. then you do the next horse. Bu tomonga bitta ot sig'ib, undan keyin ajratib qo'yiladi. Yana bitta ot kirib, yana ajratilar ekan. Bir-biridan ajratib qo'yadigan qismlarga bo'lib qo'yilar ekan. Yep. Okay. So then we just somebody in there they know, Ah, and then we'll say, okay. hey, come on, and then after that they're like, oh, okay. They learn. They learn by watching. Otlar o'rgan bo'lar ekan, bir-biridan o'rganib chiqib, birinchisida qo'rqishi mumkin, lekin sekin-sekin moslashib bo'lar ekanda. Juda zo'r qiziq narsa ekan. Bu narsani oldingi videolarimizda ko'rsatganman. O'sha hayvon bozori haqidagi videomizda buni ko'rganmiz. Mana ichini ham ko'rishga endi ko'rdik. But we have the little horse, the little tractor, and then the big tractor, and then there's a lot to do out here. Is that the cutest thing or what? Baby goats are adorable. They're so. Curious. Oh, you almost ran into that one. Should be able to drive forward, yeah. Tomoshabinlaringiz orasida bizning otlar bilan yordamchi terapiya ko'rsatishga qaratilgan notijorat tashkilotimizga xayriya qilmoqchilar bo'lsa, men bilan bog'lanishlari mumkin. Bu yerda men bilan bog'lanish uchun telefon raqami bor. Mana bu narsadan yog'ochchi o'sha maydalangan qipiqlari deymizmi, shunaqa narsa ekan. Buni otlarga taglariga solish uchun ishlatilar ekan.
these. And I still got, we have 3 buckets. I need one. Bu otni oyog'iga nimadir bo'lgan ekan, oyog'i kasal bo'lgani uchun buni olib kelib shu umuman olganda mana shu xonalarda, mana shu ajratilgan joylarda kasal yoki bir nimasi bor otlar boqilar ekan, vaqtinchalik qaraladigan kasalxona desa ham bo'lar ekan bu tomonni. Tuzalgandan keyin mana bu otni ko'ziga nimadir bo'lgan ekan. Ko'zi tuzalgandan keyin to'liq oyoqqa turib olgandan keyin mana bu otni yelkasi nimadir bo'lgan yelkasiga, mana bu otni oyog'iga shunaqa bu otlar hammasi oyoqqa turib bemalol bo'lgandan keyin yana o'sha joylariga olib kirib qo'yishar ekan. Hozirgi qilgan ishimiz ana o'sha tomondagi yog'ochchi maydalanganlarni olib kelib, bu otlarning tagini tozalab, endi o'sha nam bo'lib ketgan joylariga ularni tashalar ekanda. Tozalab turib, tashalab turib, mana ekan, yangi to'kilgan. Hidi kelmasligi uchun va shu bilan birgalikda nima bo'lib turish kerak-da? Quruq bo'lib turishi. Keyin oxirida xashakdan tashaladi bu yerga. Shu pichandan tashab, keyin yana otni olib kirib qo'yiladi joyiga. Hozir Mr. Larry bilan ishladik. Bu xashagi bizdagi xuddi o'sha pichanlarimiz bilan bir xil deyarli. Tashqariga qarab turish uchun darchasi bor mana bitta. Eshigi, suv ichaman desa suv, yem, xashak. Mana shu xonada endi yozda qanaqa issiq bo'lib ketar ekan bilmadim. Issiq ketsa kerak. Hey Larry. Really hot. We have some, see them big fans out there? Yes. We bring them big fans in the barn. Okay. Demak, o'sha yozda isib ketganda mana bu tomonda ventilyator. Ventilyator orqali kirlar ekan xonaga ventilyator olib kelib, bu bilan sal yordam berib turlar ekan. Joylashib olishibdi. Mana bugungi tushlikkacha bo'lgan ish kuni tugadi ekan. Otlarga yem berish, ulardan bir xabar olish, yem berish, yana olib kelib tozalaydiganlarni tozalash, ichlarini echkichalarni tashqariga chiqarish, tovuqlarni tashqariga chiqarish. Umuman olganda mana shu ertalabdagi qilinadigan ishlar ekan. Men soat ertalab 7 da yetib keldim. Hozir 10 dan o'tdi. 3 soatcha davomida bularni amalga oshirdik. Bugun 18-fevral, Ramazonning 1-kuni ro'za tutib olganman. Sal endi ana Larryga qarashdim, yordamlashdim. Lekin endi bundan bu yog'iga bunaqa ko'p harakat qilmasak kerak. Xo'p. Larry mana shu nimada yashar ekan, mana bu ichida yashar ekan, camper deydi buni otini, ya'ni o'sha har xil dam olishga borganda g'ildirak ustidagi uy deb o'tgan safargi videolarimda ko'rsatdim menimcha. Buni old tomonidan trakka ulash mumkin, trakka ulab xohlagan joyga borish mumkin. Buning ichida o'sha hojatxonasi, dushi, oshxonalari, hamma narsasi bor. Mana bu tomonda gaz ballonlari bor. Gaz ballonni ulab o'sha oshxonasidagi ovqat pishirish mumkin bemalol. Mashina tortib butun Amerika bo'ylab juda ham ko'pchilik amerikaliklar mana shunaqa qilib sayohat qilib yurishadi. Demak, bu joyda otlar asosan 30 ta 40 ta atrofida otlarni saqlab turishar ekan. Otlarni biznesi asosan 3 ta kategoriyaga bo'linar ekan. Birinchisi o'sha otlarni bolalatib, zamonaviy zotdor o'sha arab va misr otlarini bolalatib, keyin o'shalarni sotishdan iborat ekan. Birinchi biznes kategoriyasi, ikkinchisi ot maktabi bor ekan bu yerda. Ot minish maktabi. Bolalar kelar ekan, yoshlar kelar ekan, bularni ot minishga o'rgatishar ekan. Mana shu joyda mana bitta maydonlardan biri, mana bu yerda otlarni aylantirib, o'sha otlarda sayohat qilib aylanishar ekan. Otlar o'shanga o'rgatilgan, yoshlar kelar ekan, maktab o'quvchilari va shu bilan birga kattalar ham kelishi mumkin ekan. Kimda ot minishni o'rganishga qiziqish, xohish bo'lsa, o'sha odamlar bemalol kelib ot minishni o'rganishlari mumkin ekan. Va 3-turi, biznesini faoliyati 3-turi bu qanaqadir ma'noda ko'ngilli sifatida autizmi bor odamlarga yordam berish ekan. Yordam berib, o'sha otlarni
minishga o'rgatish, umuman ularda bir qanaqadir o'sha faoliyatlarga, umumiy hayotdagi nimalarga yordam berishdan iborat ekan. Sotishga keladigan bo'lsak, arab va misr otlari endi oddiy otlarga qaraganda juda qimmat emas deyapti Liza, lekin o'sha otlarni hozir mana bu tomonda ko'rdik, 3 ta ot tug'adigan ot ekan. Yaqin ortada 1, 2, 3, 4, 5 haftada tug'ib qolar ekan. Bolalar ekan. Ularni bolalari agar shunday sotib oladigan bo'lsa, kichkina bolachasini sotadigan bo'lsa, $5000 dan boshlanar ekan. Umuman olganda o'sha arab va misr otlari $5000 dan $18000 gacha bo'lar ekan. Yangi toychoqqa kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, uni o'sha $5000 ga sotib olishi mumkin ekan. Hech qanaqangi bir ko'p hali sarf xarajat qilinmagan, unaqa tarbiyalanmagan va otlari unga qarab turib o'sha $5000 dan $18000 gacha sotilishi mumkin ekan otlari. Nima deb o'ylaysiz? Bu narxi qimmatmi yoki arzonmi bizga solishtirganda? O'shani shularni yozib borsangiz kommentariyada juda ham yaxshi ma'lumot bo'lardi.